Ukam tata mana çay tuxumning darsliga deganligi mana voy. Mishta çay tuxumdan netchini yutasi azaligi mana ha. Voy. Rang tem qalanglar mana. Oy, qiziq deyman mana. Voy. Tamam shunday o'tib ketdi mana. Amsa darsligini yo'llab o'tdim. Ko'rib sho'xsan qilib o'rganib olaman. Yana bir ko'z tutib ukam. Yo, mana. Amsa boshlab ketdik. Yaxshi sizlar ko'pchilik men sizlarni to'g'ri kelib sen javob bilma. Nurg'un to'rdashlar sizin qilgan bo'ldinglar, çay tuxumni ko'rsatib qo'ysanglar deb. Havomi pek suyib ketdi. Çay tuxumi pek yoqdi odamga. Mana bu esa 30 tal tuxum. Buni avval pakiz yo'q so'z silib olamiz. Uning keyin guypi, ma sovgo, ma qizil qo'jo, ma dingtang, ma qirtaqdan turgan novat. Ma indijo'larza tuz, bajo. Mani dingshang deb qo'ymaysiz, Uyg'ur ismini men hukumatdan bilsam ko'ngilga kelib qo'yinglar. Uning keyin ma rangini sag'ish kirish uchun ma zapaqni to'shdik tab. Uning keyin shangye, ma bularga sinjang. Uning keyin ma shuncho, ma locho, ma dungujang yo'q. Biz avval ma tuxumni, biz qaynagandan keyin vaqt solib 10 minut qo'ysak pishadi. Qolgan gapni 10 minutdan keyin deb qo'yay. Mana 10 minutdan keyin tuxum ravuz pishgandan keyin buni 10 minut ko'kab, bir chaq olaman ha. Mana tuxum. Bak onu pişirga vatgandan nima pişirsanglar tovuqni yapmay pişiringlar. Yapmay pişirsanglar mana chet qilmay shunda yaxshi pishadi. Ana tuxum ravuz pishib bo'lgan ekan, muzu chaqapini ravuz ijib cho'mani mana. Mishtarak izib silvasa qildi, menda qilishni sebab ama dadamallar taqinbek bo'ldi. Amani ketiga temchirish, birga kapalat qilish uchun mana. Mishalat qilsanglar bo'ldi ha. Naki chiqirmay tuxum mana. O'ylab qilib ham sizlar mishalat qilsanglar bo'ldi ha. Men tuxumni yakraytlabdim. Men mishalat chaqib pishik olaman ha. Uning keyin ma bu locho. Buni da mishmishda, yerim chimishdan azroq chiqib baysak bo'ldi ha. Hisobchi rangini keltirib turishmasa bu mana. Uning keyin ma shunchodan bir chimish bersak bo'ldi ha. Mana. Uning keyin ma dungujon yo'ldan bir chimish bermasa. Mana. Mana bu. Endi qolgan narsani solamiz buni ha. Zapaqamak. Ma shangye. Ma azmoqtar dinshang. Ma bajo. Guypi sogu. Ma qizil qo'jo. Ma navat. Uning keyin az miqdor tuz. Az miqdor sinjang. Az miqdor hindujularza. Buni hisobda bo'sh o'tda 15 minut qaynatib, yana bir soat qo'yib yesekmi, bularda taqinbakka tushib ketadi. Shu zamonlar misolmi bularda kanamsa 15 minutdan keyin show bo'lsin ko'rlar. Ekran mana 15 minutdan keyin mana mishalab keldi. Uylarga men g'anja qilishni unutib qolmanglar mana. Ma bilib qolsam, mana yangidan to'y qilmoqchi bo'lgan, yak tamak ichishni bilmaydigan, yanda uynaganga shagird bola bo'lib qolsa, birdan setib olsang, erziydigan kitob mana. Hemmamiz ko'rish usuli, hammasi. Mana Bak yangi saytini tatib, hemmisning bor mana ximiya turininki, o'yda qanday qilib tamak itam deb insirat qildi mana. Mishalat qilib mana shu kitobdan bir yurishda qo'ysanglar bo'ldi mana. Ya'ni 5 ta kitob kavob turi hemmis bor. Lazimlar men arim gap qo'ysanglar bo'ldi yoki ko'ngilchiga men lazim deb qo'ysanglar, men meni shahid bildirma bu izlab sunib ketib, muaf qalat sepirdi. Nayt yaxshi chiqqan kitob mana bu. Men do'kon qilib bir yurishda appadim, shunga men hozir men turdashlar to'yjan qilay deb ilib chiqdim men kitobni. Shunda o'lchamlik mesela sovuqda yeb qolsanglar qilaman mana. Shunda o'lchamlik nechilikdan soldigan, faqat bilmasanglar, arayman skandallasanglar, mishning ich usuli ham o'lchamlik nimasi bir taldan ep qo'yishga erishadigan kitobkin. Hamsa uylarga men g'anja qilishni unutib qolmanglar. Men qilamsa kelaksan dars ko'rishaylik.